Uchburchak va aylana mavzusiga doir bo'lgan test radiusi 1 ga teng bo'lgan aylanaga teng yonli uchburchagi ichki chizilgan va uning yon tomoni asosdan 2 marta katta. Shu uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini toping. Endi testni yechishga o'tamiz. Mana teng yonli uchburchak chizdik. Tashqarisida aylana bor, ichkarisida ham aylana bor. Teng yonli uchburchakning yon tomoni asosdan 2 marta katta. Tashqi chizilgan aylana radiusi 1 ga teng, ichki chizilgan aylana radiusini topishimiz kerak. Endi buning uchun nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishim, men buni uchburchakni boshqatdan chizaman. Teng yonli uchburchakni. Asosi yon tomondan 2 marta kichkina. Endi men hozir o'zimga ishlashni osonlashtirish uchun mana balandlik o'tkazaydi. Men bu tomon x deb olay, bu ham x bo'ladi bunda. Endi yon tomon 2 marta katta asosdan. Bu 4x bo'ladi. Xo'p, qaradik endi. Menda tashqi chizilgan aylana radiusi 1 ga teng berilgan, ichki chizilgan aylana radiusini topishim kerak. Uchburchakning birinchi qiladigan ishim balandligini topa olaman. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakdan, ya'ni gipotenuza 4x, bitta kattasi x bo'lsa, 16x kvadratdan x kvadratga ayirib ildizdan chiqarsam, balandlik chiqadi. Ya'ni ildiz 15 x bo'lib qoladi. Topildi. Mana burchak topaylik endi. Alfa burchak qilib olaylik. Bu ham 4x. Sinus alfani topa olaylik. Sinus alfa teng bo'ladi. Burchak qarisidagi katta teng gipotenuzaga nisbati. Ya'ni ildizda 15x ni 4x ga bo'lsam, ildiz 15 taqsim 4 bo'lib qoladi. Endi testni yechishni davom ettiramiz. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi berilgan. Endi sinus alfani topishimizdan maqsad nima edi? Bizda formula bor edi. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi a taqsim 2 sinus alfa degan. Ya'ni bu ixtiyoriy uchburchak uchun, misol a tomon bo'lsa, uning qarshisidagi burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, tashqi chizilgan aylana radiusi, ya'ni mana formula orqali topiladi edi. Bundan biza a ni topib olishimiz kerak, ya'ni 4x qiymatini topib olishimiz kerak. Qisqa aytsam, x qiymatini topishimiz uchun kerak. Aylana radiusi bizning masalamizda 1 deyilgan. A ni o'rnida 4x turibdi. 2 sinus alfa ni o'rnida ildiz 15 taqsim 4 turibdi. Endi bundan x topaylik. Xo'p, bu ko'paytirib bo'lib tepaga chiqib ketsin, qisqarsin deb tepaga chiqib ketsa, 1 teng bo'lib qoladi. 8x taqsim ildiz 15 bo'ladi. Bundan x topadigan bo'lsak, x imiz teng bo'ladi. Ildiz 15 taqsim 8 bo'ladi. X topdik. Bizning maqsad uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topishimiz kerak. Uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini topish formulasi bor edi. Ixtiyoriy uchburchak uchun 2s uchburchak taqsimi a plus b plus c. Ya'ni uchburchakning yuzini 2 ga ko'paytirib, perimetrga bo'lsak, uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi chiqar edi. Endi 2s uchburchagimiz uchburchak asosi bilan balandligini ko'paytirsak chiqadi bu. Shu asosi bilan balandlik ko'paytmasini yarim uchburchak yuziga teng, ikkita yuzaga teng bo'ladi. Asos bilan balandlik ko'paytmasini o'zi, ya'ni 2x ko'paytiruv ildiz 15x. Endi perimetri 4x ga 4x 8x, 8x ga 2x qo'ysak 10x bo'ladi. Teng bo'ladi. Bitta x lar qisqaradi bunda. Ya'ni r teng qilib yozaveraylik. Bitta x lar qisqaradi. 2 bilan 10 qisqarsa ildiz 15 taqsim 5 ko'paytirib x bo'lib qoladi. Ya'ni ildiz 15 taqsimi 5, x o'rniga qiymatini qo'yamiz. Ildiz 15 taqsim 8. Ildiz 15 taqsim 8. Ildiz 15 ga ildiz 15 15 bo'ladi. Ya'ni 15 bo'ladi. Bu 5 ko'paytirib 8. 5 ga qisqartirib olsak, ichki chizilgan aylana radiusi teng bo'ladi. 3 taqsim 8 chiqadi. Demak, berilgan uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi 3 taqsim 8 ga teng ekan. Berilgan testimiz javobi ise bu test professional 2-qismda olindi.